Tak, hurmatli akalar, bitta chotki Cobalt keldi. 2024-yil 21.000 probeg. Mashinamizda 4-paytda avtomatik korobka. Eng fulli. Kraskalar top-toza, hech qanaqa texnik ish yo'q. Qarab akkuratni haydalgan. Kuzovlarida ham qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Juda ham akkuratni bo'lib, ideal holatda bo'lib turibdi. Bemalol bu ustunlarni olib kelib, ko'rsatib, tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga bitta salonlarni ko'rsataman. Mashinamizning salonlari, obshipkalarni ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda bo'lib turibdi. Bu yerda tarpetkalari matiy bo'lib turibdi. Bu yerda sidenlarga yaxshi chexolni taqib qo'yilgan. O'zini ichida chexolni olib tashlasangiz ham zo'r holatda bo'lib turibdi. Yengidek bo'lib turgan ekan. Hop, bu yerda salonimizning orqali obshipkalarni ko'rishingiz mumkin. Qirilib, chizilib ketmagan. Orqa sidenalari o'kala yaxshi holda taqib qo'yilgan. Egalarning nomerini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, biz bu mashinamizni sizlarga $11,800 berib yuboramiz.